Salom do'stlar, sizlar bilan Language in Details kanali va bugun bizning dasturlash tili bo'lgan Kotlin kursimizni davom ettiramiz, ya'ni 0 dan boshlab o'rganib boshlaymiz Kotlin darsligini. Va do'stlar, bizning metodimizni bilasiz. Agar bizning kanalimizda til o'rganayotganlar bor bo'lsa, bizning metodimiz birinchi qanday qilib ya'ni gapirish yoki nima qilishni o'rgatish va keyin esa grammatikasini o'rgatish. Menda hozir misollar bor bu yerda do'stlar va misollariga qarab biz ya'ni Kotlinda kod yozib ko'ramiz. Menda birinchi nima bor? Begin 1 degan misol. Ya'ni do'stlar, Kotlinda nima qilib ikkita slash qo'ysangiz, bunday qilib begin 1 ya'ni ikkita slash qo'ysangiz, bu yerda kommentariy bo'lib yoziladi do'stlar. Unda birinchi nimamiz fun main deb yozar edik. Fun main. Va aytibdiki, bu yerda men ko'chirib olaman do'stlar. Bizning misolimizning nimasi shu yerda tursin mana. Kvadratning tomoni a ga teng. Ya'ni birinchi do'stlar, kvadratning tomoni a ga teng ekan. Value deb yozamiz va buning keyin nimasini tushuntirib beraman misolga. Value va teng red line deb chiqib turibdi. Agar siz tabni bossangiz, tab yozilib ketadi va biz hozir o'zimiz qo'ldan yozib ko'ramiz. Red line mana red line ikkita undov nuqta to end, ya'ni intga keltirish kerak buni. Keyin buning nimalarini tushuntirib ketaveraman. To end. Va aytibdiki, a ga teng dedi. Mayli, endi buni nimaga yozdik do'stlar? Bu hozir men kompilatorda start berib ko'raman. Start berishingiz mumkin va men bu yerda yozishim uchun, buni kompilatorda yoza olishim uchun chiqib turibdi. Buni biz shuning uchun yozdik. Bu yerdagi red line to int, ya'ni integer degan nima bor? Integer deganimiz bu sonlarni qabul qiladi, raqamlarni, sonlarni. Va buni hozir men bu nimani kelganidan keyin tushuntirib ketaman. Yozdik, to'g'rimi? Endi stop, bu yerda qizilni bosamiz. Process finished with exit code. Mayli. Endi aytibdiki, a ga teng, uning perimetrini toping. 4a. Ya'ni uning perimetri val teng p 4 ko'paytirilgan a, to'g'rimi? Value deb yozdim. Value so'zini, ya'ni val degan qisqartirilgan value degan so'z ingliz tilini bilsangiz, siz buni tekshirib olishingiz mumkin. Endi value bu nima bo'ldi? Yozdik. Ya'ni yozdik, bunday qildik va endi biz buni chiqarib bermaydi. Chunki biz bu yerga kompilatorga bunga zapros berishimiz kerak. Ya'ni bizga buning rezultatini chiqar deb ekranga. Ya'ni buning ekranga rezultatini chiqarish uchun println yozamiz va result deb yozaman. Result deb yozganimizdan keyin do'stlar, buni biz ikkita qovusga olib qo'yishimiz kerak. Va endi println deb yozdim, result qildim va keling, println qilmayman, print qilaman, faqat prompt ketibdi, kechirasiz. Print qilaman, result va bunday qilaman. Va keyingi nimaga print yozaman yana bir marta va print ya'ni p qilaman. Bizning rezultatimiz chiqarishi uchun buni. Keling, men start berib ko'raman, run. Mana. Endi bu yerga biz hozir buning a ning nimasini, koeffitsiyentini yozishimiz kerak. 12 result 48 chiqdi mana. 4 ni 48 ga ko'paytirsangiz, bu 4 ni 12 ga ko'paytirsangiz 48 chiqadi. Endi do'stlar, bu yerga print p deb biz alohida yozdik. Buni alohida yozib yurmay, bu yerga yozib qo'yishimiz ham mumkin. Keling, bu yerga println yozaman va bu yerga dollarning nimasini qo'yaman, ya'ni shift 4 bu klaviaturangizda va p ni yozaman. Shundagina bizda nima qilishi mumkin, chiqishi mumkin. Prямо. Bu yerga alohida print deb yozib yurishingiz shart emas. Kechasiz.
alohida yozib yurishingiz shart emas. 12 yozaman, ya'ni result 48. Endi do'stlar, bu yerda bizga yozganimizda sal xunukroq bo'lib turibdi, ya'ni bizga tushunmayroq bo'lib turibdi. Keling, println deb bunday qilib yozamiz. Println ani yozing deyman. Ya'ni ani keling. Ani yozing deb birdamiz. Println qo'ydim. Nimaga println do'stlar? Hozir println ni qo'yib qo'yamiz va keyin nima qilamiz? Tushuntiraman. Ya'ni ani yozing deyapti. 12:48. Agar men println ni yozmaganimda do'stlar, println qilib faqat print qilib yozganimda buning iziga biz yozib ketgan bo'lar edik. To'g'ridan to'g'ri. Masalan, bu yerga ketib qolar edi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun biz println qilib yozyapmiz. Endi do'stlar, sizga bir nimani tushuntirishim kerak. Keling. Buni kommentariyga olib qo'yamiz. Println ni. Endi bu yerda int degan biz o'zgaruvchini qo'lladik. Int degan so'zimiz do'stlar, buning o'zining diapazoni bo'ladi. Ya'ni diapazon bo'lganda qanday qilamiz? Bu yerga value deb yozaman. Teng emas, range, ya'ni bu diapazon degani ingliz tilida range teng, ya'ni int nuqta min value, ya'ni bu minimalniy nima va minimalniy value bo'lib chiqadi. Bu yerda hozir tushunmay qolganlar bo'lishi mumkin. Keling, birinchi shunday qilib yozib ko'ramiz. Print ln range qilamiz. Print ln range va buni ham biz hozir nima bo'lib ketishi mumkin? Bizning nimamizda chiqib ketishi mumkin kompilyatorimizda. Keling, kommentariyga olib qo'yamiz. Int, ya'ni val teng range int. Intning eng kichik nima qabul qila oladigan sonini ko'ramiz. Mana, eng kichik qiymati integerning eng kichik qiymati. Va do'stlar, integerimiz bu 32 bitni qabul qila oladi. 32 bit. Value, keling, yana yozaman. Range teng, keling, range 2 deb yozamiz buni. Va int nuqta maximum value ni ko'ramiz endi do'stlar. Maximum value. Va bu yerga hozir 2 yozaman va ko'ramiz. Eng ulkan qabul qila oladigan nimasi? Ya'ni minimalniy bu ketdi do'stlar, kechirasiz, bu yerda maximum value qilamiz. Va maksimalniy nimasini ko'ramiz. 48 esa bu yerda 47 bo'ladi, chunki 0 ham buning qiymatiga kirib ketadi. 0 dan boshlab sanaganda 0 ham buning nimasiga qiymatiga kiradi do'stlar. Buni ko'rdik do'stlar. Shuni esda qoldiradigan, esda saqlab qolasiz degan umiddaman. Bu ham 32 bit qabul qila oladi. Bitrate 32 bit. Begin birimiz to'g'ri tushunarli bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Buni o'zingizga saqlab qo'yasiz. Kommentariyga olib ketyapman va ikkinchi begin 2 ni ko'ramiz endi do'stlar. Ya'ni begin 2. Bu yerda srazu praktika bo'lib ketadi, shuning uchun mana begin 2 ni ko'chiramiz darrov. Begin 2 da aytayaptiki, buni o'chiraylik. Begin 2 da aytayaptiki, kvadratning tomoni a ga teng. Uning yuzasini toping. Xuddi shunga o'xshab ketadi oldingidek fun main nimaga yozayotganimni keyingi nimalarda ko'rsatamiz. Bu funksiya degan nimalarga kelib ketadi, ya'ni temalarga do'stlar. Kvadratning tomoni. Keling, print ln yozamiz va bu yerga tomon a ni yozing deymiz. Ani yozing. Va buni xuddi shuni bu yerdagini ko'chiramiz. Value deganni. Agar siz
umuman xabaringiz yo'q bo'lsa, ya'ni programmirованiydan Ctrl C nimasini tugmasini bosib ko'chirib olishingiz mumkin. Redline va aytyaptiki, uning yuzasini toping. Val deb yozamiz va s teng, ya'ni kechasiz, s teng a ko'paytirilgan a. Ya'ni a ko'paytirilgan a buning yuzasi bo'lib hisoblanadi. Bilasizki, agar matematikadan xabaringiz bor bo'lsa. Va print ln yozaman va print ln yozganda yuza deb yozamiz. Ya'ni bu yerda yuzasini topish kerak bo'lgan bo'lsa, yuzasi teng, aytganidek dollarning nimasini qo'yamiz va s yozamiz. Buning endi nimasini ko'ramiz hozir, rezultatini. Mana 12 ni yozdim. 12 ning kvadrati bu 144 bo'ladi. Yuzasi mana 44. Bu yerga ikkita qo'shtochka qo'ysangiz ko'rsatiladi. Mana a ning yuzasini yozamiz. 12 44. To'g'rimi? Endi keling, uchinchi nimani ko'ramiz. Mana begin 3. Begin 3. Aytyaptiki, hozir aytyaptiki, begin 3imizda to'g'ri to'rtburchakning tomonlari a va b ga teng. Uning yuzasini toping. S ko'paytirilgan a, to'g'ri ya'ni to'g'ri to'rtburchakning nimasini bilasiz. Function main qilamiz. Function main xuddi o'sha yanagiday nimalar, ya'ni operatsiyalar, ya'ni print ln. Endi print ln ni yozganimizdan keyin xuddi buni ko'chiramiz yana do'stlar. Ya'ni agar siz nimasingiz qo'lda yozib chiqishingiz mumkin va keyin buni ham yozishimiz kerak, to'g'rimi? Buni yozamiz bu yerga va bu yerga a emas b qilamiz. Buni yozing deymiz. Va value ni ham ko'chirib do'stlar bu yerga b qilamiz. Endi bizning misolimizning nimasiga, usloviyasiga qaytamiz. Aytyaptiki, uning yuzasini toping. Ya'ni value yozaman s, ya'ni s teng a ko'paytirilgan b, to'g'rimi? Va perimetrni toping deyapti. Perimetrni ham xuddi yozib ketamiz. Ya'ni p teng 2 skobka a plus b. A plus b do'stlar. Endi bu yerga print ln yuzasini s qilamiz va print yuzasimiz perimetri b ga teng deymiz. P degan harf p. Bu yerda p, to'g'rimi? Endi keling bir start berib ko'ramiz. Siz bu yerda bir joyda xato bor deyapti. Keling buni o'chirib tashlaymiz. Yuqoridagilarni o'zi kerak emas bizlarga. Mana bu yerga biz ko'paytirishni unutib ketgan ekanmiz do'stlar. Kodimizda va aytyaptiki, a ni yozing. A ni yozamiz endi. 12, masalan, keling kichkina sonlarni yozib ko'ramiz. Hisoblashimizga b ni yozamiz 4. Mana yuzasi 4, a ko'paytirilgan, bu yerda nimani operatsiyani aytib ketaman. Ya'ni a plus b ko'paytirilgan, a ko'paytirilgan b bu 12 bo'ladi, to'g'rimi? Va bu yerda ikkalasi qo'shsa 7 va 2 ga ko'paytirsa 14 bo'ladi do'stlar. Ya'ni 14 bo'ladi. Keling, keyingi nimaga o'tamiz endi. Ya'ni begin 4. Aytyaptiki,
aytyaptiki, aylanan diametri d bo'lib ketdi, deb berilgan. Uzunligini topish kerak. L ko'paytirilgan b. Ya'ni ikkilar bo'lib ketibdi, mayli. P qiymati sifatida 4.14 ni qabullang deyapti. Endi do'stlar, bu yerda biz float degan nimani o'rganamiz, do'stlar. Float degan tushunchani o'rganamiz. Hozircha fun main yozib turaman va function main aytyaptiki, birinchi nimaga aylanamiz? Aylanani diametri d berilgan. Значит, bizlarda d degan nimani yozishimiz kerak. Ya'ni yozamiz print ln ya'ni d ni mayli, keling bunday qilib yozamiz. d ni yozing. Endi d ni yozishimiz kerak bo'lishi uchun, ya'ni aytgandek value teng d va teng red line nuqta to int yozishimiz kerak va bunday qilib qo'yamiz. D ni yozamiz va bu yerga d yoziladi. Endi uzunligini topish kerak. Bizda value yozamiz. Value yana bir marta pi qilib qo'yamiz buni. Ya'ni pi bo'lganda qanday pi qilsak bo'ladi? Bunday qilib yozib qo'ysak bo'ladi. Pi teng 3.14 f deb yozishimiz kerak. Buni hozir siz nimada ko'ramiz. Endi bizning nimamiz formula bo'yicha bu yerda L teng pi ko'paytirilgan d, to'g'rimi? L teng pi ko'paytirilgan d. Va yana value yozamiz ulkan harf bilan L, ya'ni pi ko'paytirilgan d. Va print ln ya'ni aylananing uzunligi, ya'ni bu yerda aylanan diametri yoki uzunlik, aylanan diametri ekan. Mayli. Diametr berilgan, uzunligini topish kerak. Uzunligi aylana uzunligi, ya'ni dollarning nimasini qo'yamiz va L ni yozamiz. Keling, start berib ko'ramiz. Ikkini yozib ko'ramiz, keling. Mana aylana uzunligi 6 ko'paytirilgan, ya'ni 6.28. Bu yerga pi ni qanday qilib nimaga float yozdim, do'stlar? Ya'ni do'stlar, function main yozib ko'ramiz yana bir marta va men sizlarga float ning nimasini tushuntiraman. Float so'zi, ya'ni double degani ham bor buning. Faqat hozircha float ni o'rganib turaylik. Float. Do'stlar, float ning o'zi 32 bit, ya'ni qabullaydi. 32 bitni qabullaydi va buning ya'ni diapazonini aytadigan bo'lsak, ya'ni value teng, ya'ni diapazon ko'radigan bo'lsak, range teng float minimum value. Hozircha biz minimum value ko'rib turamiz va print ln range buni o'chirib turaylik hozircha. Mana y qilib ko'rsatyapti, ya'ni 1.y dan -1, ya'ni 45 gacha bo'ladi. Range ning, float ning nimasi? Ya'ni diapazon. Value qiladigan bo'lsak, range 2 teng maximum value qilamiz va bu yerga 2 ni yozamiz. Eng kichik nimasi qabul qila oladigan. Ya'ni eng kattasini ko'ramiz endi. Eng katta qiymati 3 dan 3.4 ming bir narsaga ketadi. Ya'ni float ning eng ko'p qiymati. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman.
Kubning endi begin 5 ni ko'ramiz. Kubning qirrasi degan nimasi? Aytyaptiki, kubning qirrasi uzunligi a berilgan. Kubning jamini v, ya'ni объемini topish kerak va uning yuzasini maydonini. Formulalar bilan xuddi shu formulalar bilan ko'rib ketaveramiz. Function main aytyaptiki, bu yerda faqat do'stlar biz a bilan ishlaymiz. Shuning uchun faqat a ni yozishimiz kerak. Print ln a ni yozing deymiz. A ni yozing. Chunki bunda faqat formula qo'yilib ketiladi. Red, ya'ni value yozishimiz kerak. A teng. Hozir darsning oxirida do'stlar shuni begin yozib bo'lganimizdan keyin biz val bilan var degan nimaning tushunchasini ko'ramiz. Endi aytyaptiki, yozdik vani endi biz hajmini topishimiz kerak. Ya'ni value teng, ya'ni v teng a ko'paytirilgan a. Hozircha shunday qilib yozib turing. Endi keyingi valimiz bu s ni topishimiz kerak. S teng 6 ko'paytirilgan a, ya'ni ko'paytirilgan a. A ni 2 marta ko'paytirsa bu kub, ya'ni 2 marta ko'paytirilsa kvadrati, 3 marta ko'paytirilsa bu kubi bo'lib hisoblanadi. Endi kubning hajmini va uning yuzasini toping deyapti. Print ln kubning hajmi dollarni yozamiz do'stlar. Dollar va v o'tirib qo'yishimiz ham mumkin. Bunday qilib. Mayli. Va kubning yuzasi dollarni yozamiz va s qo'yamiz. Keling, start berib ko'ramiz. Yuzani yozamiz. Masalan, biz 3 deb yozib ko'raylik. Kubning hajmi 3 ya'ni 3 ning kubi bu 27, kubning yuzasi esa bu yerga 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, 9 ni 6 ga ko'paytirsa 54 bo'lib hisoblanadi. Do'stlar, sizga videorolikimiz, ya'ni hozir men birinchi valni ko'rsatib ketaman. Valning nimasini, tushunchasini. Function main. Buni hozir siz tushunmaysiz, args deganlarni. Buni hozircha yozmaymiz. Function val teng, ya'ni masalan a teng 42 deb yozaman. 32 deb yozdim masalan. 32 bo'ldi. Endi do'stlar, bu yerga yana bir marta val teng a teng 23 deb yozsam va print ln qilib a ni qo'ysam do'stlar, bizga kompilyatorga chiqarib bermaydi. Chunki value bir marta yozilgandan keyin xato qo'yadi. Xatolik qilib va biz umuman o'zgartira olmaymiz. Agar men buni o'chirib yana bir marta start beradigan bo'lsam, ya'ni bu yerga 32 qilib chiqaradi, to'g'rimi? Endi bu yerga var deb yozaman. Var deb yozdim va a yerga a32, ya'ni unda ham chiqarib beradi. Biroq bu yerga men ya'ni a teng 23 232 qilib yorsam, masalan, unda ham bizga 232 ni chiqarib beradi. Varda do'stlar, ko'rganingizda ikkalasining nimasini, farqini ko'rdingizdan umiddaman. Bundan keyingi darsliklarda ko'rib o'tamiz. Aytganimdek, val bir marta qabullaydi va buni o'zgartira olmaysiz. Var o'zgaraveradi. Keyin esa const val deganlar bor do'stlar. Buni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Agar videomiz yoqsa like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling. Agar biror bir narsa olib ketgan bo'lsangiz, o'rgangan bo'lsangiz, ya'ni bizga hammasi nima bo'ladi, ya'ni motivatsiya bo'ladi. Keyingi videoroliklarda chiqarishga kommentariy yozing va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.